Diqqat, aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda farzand tug'ilganda otalarga ham ta'til berilishi mumkin. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. O'zbekistonda mehnat munosabatlarini takomillashtirishga qaratilgan qonun loyihasi 5-may kuni deputatlar tomonidan birinchi o'qishda qabul qilindi. Milliy tiklanish partiyasi fraksiya yig'ilishida ma'lum qilinishicha, ushbu qonun loyihasida ishlayotgan erkaklar farzandli bo'lganda turmush o'rtog'iga yordam berish va boshqa farzandlariga qarab turish uchun qisqa muddatli ta'til berish belgilanmoqda. Loyiha bilan amaldagi qonunchilikka bu bo'yicha o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilyapti. O'zbekistonda farzand tug'ilganda otalarga ham ta'til berish rejalashtirilayotganligi haqida 2024-yilda ham ma'lum qilingandi. Mehnat kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasida ishlayotgan erkaklar farzandli bo'lganda turmush o'rtog'iga yordam berish va boshqa farzandlariga qarab turish uchun qisqa muddatli ta'tilga chiqishi bilan bog'liq me'yorlar taklif etilgandi. Oilada farzand dunyoga kelgan bo'lsa, erkaklarga ham farzand dunyoga kelganidan keyin 1 oy ichida rafiqasiga ko'maklashishi uchun 5 kun davomida oyligi saqlangan holda ta'til olish imkoniyati berilyapti, degan edi deputat Nodir Tilavoyev ushbu qonun loyihasi haqida. 5-may kuni ko'rib chiqilgan qonun loyihasida mehnat bozorida norasmiy bandlikni kamaytirish maqsadida fuqarolarni mehnat shartnomasiz ishga qabul qilish, bo'sh ish o'rinlari bo'yicha ma'lumotlar taqdim etmaganlik, ish haqqini vaqtida to'lamaganlik uchun ham javobgarlik kuchaytirilmoqda. Ya'ni ish beruvchi tomonidan ish haqqi to'lash muddati buzilgan taqdirda har bir kechiktirilgan kun uchun pulli kompensatsiyalar to'lash tartibi aniqlashtirilmoqda. Qonun loyihasida mehnat munosabatlarini raqamlashtirishga ham alohida e'tibor qaratildi. Ishga qabul qilishda talab etiladigan hujjatlar ro'yxati qisqartirilmoqda. Taklif etilayotgan tartibga ko'ra, fuqaroni ishga qabul qilishda asosan uning shaxsiy identifikatsiya raqami talab etiladi. Harbiy xizmatga majburlar va chaqiruvchilar esa harbiy guvohnoma yoxud harbiy hisobda turganlik haqidagi guvohnoma taqdim etishi lozim. Do'stlar, shu va shunga o'xshash yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.